Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana lonjeron eshirilib ketgan. Lonjeron mamdek bo'lib ketgan edi. Buni endi tagidan tirab qo'yib, domkratni tepasini tortilyapti. Mana shu holat xullas sekin joyiga kelyapti. Hozir to'g'ri holatda keltirib qo'ydik. Ozgina o'tkazib ham mana ko'rib turganlaringdek bitta mavini mana terib joyiga keltirishimiz kerak. Tortish jarayonlari tortilgan holatda turibdi bu ham. Do'stlar, mana xudo xolasa ramani orqa tarafini ochib to'g'rilab, mana terdik, mana to'g'riladik. Mana bu kirib taklanib qolganda skladka bo'lib, ular to'g'riladikda, yana qaytadan orqasini qo'yib sorka qilib qo'ydik mana. Hozir tachit qilib, yana sekin davolashda davom etamiz. Oldiga tortgan holatda sorkasini qilib qo'ydik. Hali eshilgan holati to'g'ri bo'ldi buni endi. Hamdaymi-da, hamda bo'lgan holat to'g'ri qilib turib, joyiga keldi inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.